Yana bitta yomon narsa o'g'il bolani, qiz bola mayli, o'g'il bolani qo'shnining o'g'liga, amakisini, tog'asini o'g'liga solishtirishlik. Buni qara nimalar qilyapti? Buni qara nimalar qilyapti? Ana shu solishtirishchi bolani yoshligidan boshlanadi. 1 yoshga kirdi, qo'shningning bolasi yurib ketdi, hali yurmadi. Maktabga chiqyapti, uni bolasi zo'r o'zlashtirib, maniki o'zlashtirib. Shunga shukr qilish kerak-ku. Maktabga chiqqaniga shukr qilish kerak-ku. Yo'q. Uniki yurdi, maniki yurmadi. Uniki 1-o'rinni oldi, maniki 3ta oldi-ku, zato. Yo'q, uni e'tibor bermaymizda, faqat balandiga qarab bolani solishtiramiz. Bolani qanotga sindiramizda, o'g'il bola, erkak kishini qanotga shundoq sindiramizda, keyin unga uchmaymiz. Qanayapsan? Ucha olmaydi. Va xuddi shu holat keyinchalik bolani ikkinchi oilasida, ya'ni ayoli tomonidan boshqa erkaklarga solishtirilishi. Ayol solishtiraveradi. Dugonamni erim bunaqa qiladi, siz qila olmaysiz. Bu yerda problema xotinda emas. Bolani yoshligidan singdirilgan solishtirish tushunchasida bu. Har qanaqa holatda solishtirmaslik kerak. Chunki biz hammamiz alohida yaratilganmiz.